İngliz tilini 180 kunda mustaqil o'rganish yo'li. Assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Azamat. Men 20 yoshdaman. Bu kanalda men ingliz tilini noldan boshlab o'rganish jarayonimni sizlar bilan bo'lishib boraman. Men o'qituvchi emasman. Men oddiy o'quvchiman. Ingliz tilini o'rganishni endi boshladim va o'rganganlarimni har kuni sizlar bilan bo'lishga qaror qildim. Mening asosiy maqsadim 180 kun davomida ingliz tilini muntazam o'rganish va shu jarayonni YouTube platformasi orqali ommaga tatbiq qilish. Bu orqali o'zim intizomli bo'laman. Men kabi boshlayotganlarga motivatsiya bo'ladi. Ingliz tilini o'rganishda Ibrat farzandlari kanalining video darslaridan foydalanaman va har kuni o'rganganlarimni qisqa video qilib joylab boraman. Agar siz ham ingliz tilini noldan o'rganayotgan bo'lsangiz, birga davom etamiz. Obuna bo'ling va 180 kunlik yo'lda birga bo'laylik.